Umraga borayotgan o'zbekistonliklar jiddiy ogohlantirildi. Barcha musulmonlar tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum. Tezkor hamda muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. Toshkent shahri va Farg'ona shahrida fuqarolarni umra ziyoratiga yuborish bilan bog'liq noqonuniy holatlar aniqlandi. Bu haqida Davlat xavfsizlik xizmati ma'lum qildi. Toshkent shahrida 1981-yilda tug'ilgan shaxs tegishli litsenziyaga ega bo'lmagan holda o'zini umra ziyoratini tashkil etishga ruxsat berilgan turfirmaning vakili sifatida tanishtirgan. U 3 nafar fuqaroni Saudiya Arabistoniga umra safariga yuborish va ziyorat davomida barcha marosimlarni bajarishlarini ta'minlash evaziga jami 3450 AQSh dollari talab qilgan. Davlat xavfsizlik xizmati iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti hamda ichki ishlar organlari xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida mazkur shaxs 3400 AQSh dollari va 600 ming so'mni olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Shunga o'xshash holat Farg'ona shahrida ham qayd etilgan. 1998-yilda tug'ilgan shaxs tanishlari orqali 4 nafar fuqaroni umra ziyoratiga yuborishni va'da qilib, uning evaziga jami 4200 AQSh dollari talab qilgan. U so'ralgan pul mablag'ini olgan vaqtida DXX va ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan ushlangan deyilgan xabarda.